Salam, qadrli ko'rman do'stlar. Salam, hayotlik poyizdiga chiqqan qimmatli yo'lovchilar. Navbat tushirganinglar psixika bekitdik. Gulcamila muallim bilan davomli bolalarımızın masalasi haqida paranglashamiz. Salam Gulcamila muallim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaqinda bir qiziqarliq bir ishni anglab qoldim. Sizga so'zlab bergimni keladi, chunki bolalarimiz yo'liqqan masalalarni siz orqali tahlil qilsak, analar texmo rohat bo'ladi deganmiz deb o'yladim. Ma'lum bir sinfda sinf boshlig'i bir bola bor ekanda, bu bolani sinfdagi butun bolalar yaxshi ko'rmaydi ekan. Bu bolani muallimninki yordamchisi, sinfninki xoini degandek turli markalar bilan, laqamlar bilan bolalar chaqirdi ekan. Chunki bu sinfda qandaq ish bo'lsa, cho'qim muallimning quliga yetib bo'ladi ekan. Masalan, birisi dars vaqtida kulib qolgan bo'lsin, birisi bilan paranglashgan bo'lsin, mush masalalarning hammasini bu bola muallimga yetkazadi ekan. Sizcha bu bir layoqatli sinf boshlig'imi? Qancha sinfdan o'qituvchisi? Boshlang'ich 4-sinfning o'quvchisi. Bolalarımızda odatda bo'lib shu yaslidagi boshlang'ich 2 yillikdagi bolalarımızda ko'ga ishini deb qo'ydigan ahvollar bo'lib qoldi. Bu endi bizning bolalarimizningki taraqqiyotidagi taraqqiyot jarayonida doim ko'riladigan bir normal bir hodisa deb qarasak bo'ladi endi mayat jihatda. Chunki bolalarımızning shu Piagetning nazariyasi bo'yicha bolalarımızning axloq qarashi shakllangan tuvan bosqichda bolalarımızning axloq qarashi qanday shakllangan degan vaqtda shu imtiyozga ega ota-ona o'qituvchilarningki to'g'ri xato qarashiga asosan shu bo'yicha bular shuni to'g'ri xato deb qaraydi ekanda. Shu hamda shu ota-onalar anda qilsang bo'lmaydi yoki o'qituvchilar dars vaqtida gap qilsa bo'lmaydi degan shu qoidalarni bolalar o'zi zodi shu bo'yicha mengish kerak deb menda tunigan bo'lg'achqa buni ko'rgan lamallar qara shu imtiyoz va odamlarga berib qarama palonchi gap qotadi dars vaqtida sen gap qilsang bo'lmaydi deganti deb shu taraqqiyotning aloyligi bo'yicha deb qo'ydigan ahvollar bor. Shu endi bu nuqtadan qaragan vaqtimizda menimcha shu chiqimchilik qilib qo'yish amaliyotda bolaning taraqqiyotida bir besib o'tadigan bir jarayon deb qarasak bo'ldi. Lekin u bak taraqqiy qilib ketganda bolaning normal o'sib ketishiga cho'qim salbiy ta'sir bo'ladi qo'ylayman. To'g'ri, shu biz bolaning shu chiqimchilik qilmishiga biz qarab boqamiz. Nima sababdan degan narsaga qarab boqamiz. Endi birinchi ahvolda bolalar chiqimchilik qilishga sabab faqatla o'zining kayfiyatini chiqarish bo'lishi mumkin. Mesela ata-onalar bizga degan vaqtida mening qalbim tatib oldi, uchagichimni yuzdiribdi degan bo'lsa, faqatla bizga ashiyada bir bo'zak bo'linqandek desang tas to'g'ri bo'lmaydi. Shu yerda bir biyaram bo'lganini, o'zining bir uchirgichidan ayrilib qolganligini deganga o'xshash, o'zi qalam ehtiyojli vaqtda xalqning qalamini tatib olgandagi shu biyaramchiligini faqatla bizga oilda shu biyaramlik kayfiyatini biz bilan o'rtoqlashayotgan bo'lishi mumkin. Faqatla kayfiyatni chiqib, chunki sirtda degan butun yot odamlar mayli saboqdishi bo'lsin, bizning qanday munosabatga o'xshamaydi. Shu hamda sirtda u chidab mush kayfiyatini ichiga yig'ib olgan bo'lsa, uyga kelib bu gaplarni bizga debba degan bo'lsa, biz buni chiqimchilik qilding emas. Bu bola shu kayfiyatini sirtdagi biyaramlik kayfiyatini bizga davatadigu deb mandaq tushunsak bo'ldi. Bu birinchidan bolaning shu chiqimchilik qilishning sababi u kayfiyatini chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi birisi bizdan yordam talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Palonchi menga mandaq muomala qildi, ya palonchi meni urib oldi, ya palonchi meni ishtiribdi. Men mushta vaqtda qanday qilishim kerak degan narsani, men kelaqatda men mushta ishga uchursam, men qanday muomala qilishim kerak degan narsani balkim bizdan talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga birisi meni ishtiribdi, ya undaq qilyapti, voy sen birini ishtiribmamsa, menga bu yerga qaqshig'icha sen o'g'il olgan birini ishtiribmamsa, undaq emas. Mushu bola shu vaqtda qanday hissiyat bo'ldi? Başta onunki bir kayfiyatiga bir ko'ngil bo'lib atgandan keyin anandaki qanday sen hozir qanday o'ylayapsan? Mesela hozir bu ish o'tib bo'ldi. Agarda kelaqatda men mushta ishga yo'liqib qolgan vaqtimda sen hozir qanday o'ylading deb bolaning bir hal qilish usulini bir anglab atgandan keyin balkim bolalar texi bizdan yaxshi bir usullarni o'z topa olishi mumkin. Qarab anki yansal masalalar bo'lib qolsa, biz anandaki bolaga mushta ishlar yo'liqaqda biz qanday qilamiz? Xap bo'g'inimizni ya biyaram bo'g'inimizni qanday deymiz yoki ko'nglimizdagi tamponni qanday tampon holatga akilimiz degan usulni bolalarimizga o'rgatamiz. Ikki farzandlik oilalarda bunday qiziqarli ishlar yuz beradi. Masalan, akisi pukisini chekishtirib qo'ydigan va yoki kichigi davomli cho'ngidan qusur topadigan, cho'ngining azroqli xatoliklarni ko'rsa, opsiq darhol davatmasa, xuddi og'rib qoldigandek, gilig bir narsa turib qolgandek aldiraydigan ahvollar bo'ladi. Masalan, mening ishga bolamda shunday bir ahvol ko'rilganda,
Çoğun balam boyunun öskünni davamlıq bir ölçen qıtırıp ucuruyunun temiga sızıq sızıp koydu da. Her bir yaş basqışı öskünni sızıp koydu. Bunu hiç qaysı biz öçürüp etmesligimiz gerek. Bir gün kichik balam tamga acayip qalayımqan bir narsalarni sızıptı. Şunu bilan men dedim da balam tamga bunda qalayımqan sızsang bo'lmaydi, rasm qog'oziga sızsang bo'lmamdi desam, "Qaya? Akamni qaya?" deb akisining ilk sızıq sızığını, chikit urug'ini ilqi o'tkazib etmadi-da. Bir o'ylasangiz bak umoq, bak suyimlik. Lekin masala ig'irlashganda bu ikkisi muhabbat talashyapti nima deb gangrabmi qolamiz. Demak, bir oiladagi farzandlarning o'zaro bir-birini chiqishtirish orqali o'zini qutuldirishi, muhabbat talashish ko'rishmi va yoki boshqacha psixikalik holatmi? Bayda o'tgandek birinchidan shu bolaning yeshi kichik bo'lg'achqa biz sızsaq bo'lmaydi, tamla qalayimqa sızma degan gaplar quloqqa kirib turdi-chi. Sızsa bo'lmaydi deganni biladi. Lekin qarsa aks sızayotgandan keyin buning nisbat o'xshash tamg'i sızilgan sızıq bo'lg'achqa bu bolaga nisbatan haliqi sizning sapaga o'lchimingizga tushmagachga buni askatgan bo'lishi mumkin. Endi yana bir nuqtadan muhabbat talashdi deganni sal qarashga bo'lmaydi. Bu xil ehtimollikni o'ylash kerak. Chunki siz sızma degandan bumi tamg'u akam sızıptı, nurg'un sızıptı, bir aqtim gap qilmadim. Men sızsam, men siz baqay demsa demamsa deb sizni balkim sinab yiqib qasdan sızgan bo'lishi mumkin-chi. Shu bu xil ehtimollikni bor deymiz. Shunga hamda ota-onalar mushta vaqtda mushu bolalar bizga chiqib kelgan vaqtida mushning keyingi sababga diqqat qilish kerak. Birinchidan, diqqat qilayotgandan keyin anandan keyin ma sababdan chiqimchilik qilib kepti deb o'ylayotgandan keyin biz sal bu yerda bir o'ylanish bo'lsa o'zimiz sal besib olaymiz-ku. O'zimizning kayfiyatini besib olib turib, anandan keyin bolamizga inkos qaytarsak bo'ldi. Ishim bo'lmaydi, akang tursa, voy ukam olganki bo'ldi qila, beshimni og'ritmay emas. Bularning bu xil kayfiyatiga biz sal qarsak bo'lmaydi. Shuni biz anglab turib, qara akangning mau bo'y egizligini, o'lchigini, har bir siziqi mush bo'y o'sgan vaqti qarab baqa men samimiyatda turg'ina, men senikini sizib qo'yay deb turg'izib bir sizib yotgandan keyin, lekin men bundoq tamlaq rasm sizsaq bo'lmaydi. Men akangga bisak sizishga ruxsat qilgandim, mendan so'rgandi. Sening mo'mushuna bayqay olibsan, akangnikini ko'zitish iqtidoring xil yaxshi ekan bolam deganga o'xshash, ham aksi bilan ziddiyatlashtirib qo'ymay, ham ukisini shuni bir belgilik ham anglab berdik, ham shu kayfiyatga ko'ngil bo'ldik, ham qanday qilish to'g'risida qoidalarni yana o'rgatdik. Masalan, akang sizishdan burun mendan so'ragan, men ruxsat qilgan. Sen so'rsang bo'ladi, lekin tamga mendaq rasm sizaq bo'lmaydi bolam. Qog'ozga sizamsa deb o'tirib, to'g'ri yetakchilik qilsak, menimcha yaxshiroq bo'lishi mumkin. Biz ota-onalar so'zlamaydigan yerda zehnimizni, energiyamizni xo'ritib ajoyib qoplab ketganmiz. So'zlashga tegishli yerda so'zga bek qisiq bo'lib ketganmiz-chi. Demisam, mushu masala kelganda men ayni vaqtda hozir o'zimning hal qilish usulimni o'ylab baqqanimda, hargiz men akangga ruxsat qilgan, qara seninki ko'zitish iqtidoring yaxshi bo'pti degan so'zlarni demabdiman. Aksicha akam kichik sizibdi, sen cho'ng doirada bir yana egallab qalayimqansiz yetibsa deb texi inisidagi gunohkorlik tuyg'usini kuchaytiribdi. Demak, bugun menga bir dars bo'ldi-da. Boshlang'ich maktab o'quvchilariga nazar soladigan bo'lsak, ham o'zimizning bolaligini bir eslab o'tadigan bo'lsak, ma'lum qizg'in dars so'zlayotgan qo'lni ko'tarib, "Ma'lum, o qerindishini tishlayotdi, ma'lum, o'chirgichini yeyotdi" deydigan gaplar anglanib turadi. Hozir masalan bolalarimiz bilan paranglasak, hali ham davr o'simi, oradan 20 yildak vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, hatto 30 yildak vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, bolalarda shu bizning bolaligimizga ba'zi holatlar ham takrorlanib yetibdi. Demak, qandaq bolalar odatda o'sha chayqamchilikqa moyilroq bo'lib qoladi. Bu bolalardagi bu xil agar pasib tarafga taraqqiy qilsa, ota-onalar qaysi nuqtalarga diqqat qilish kerak, ham o'qituvchilarni yetaklash nimalarga diqqat qilsa bo'ladi? Bu chayqamchilik shu yosh kichik bolalarga chayqamchilik deb diagnoz qo'ysak bo'ladi, mushta atsak bo'ldi. Endi yesh kichik bo'lg'achqa biz boya degandek, cho'nglar qilma, o'qituvchilar qilma degan narsani ko'rgan ahvol ostida ular cho'qim deb qo'yish mas'uliyatim bor deb o'ylaydi endi. Shunga bu jihatda apet qaqda mayli qaysi davrda bo'lsin, bolaning normal taraqqiyotidagi bir bosqich, endi besib o'tadigan bir bosqich. Asosda mushta bosqichlarni bo'lsa o'tkazib, anandikin asosda o'zining bir axloq o'lchimi, o'zining bir sistemasi bo'lgan vaqtida anki yuz bergan ishlarga shu o'zining ideyasi, o'zining ko'z qarashi bo'yicha muomala qiladi. Endi biz qandoq bolalar degan vaqtida, masalan, shu boshlang'ich kichik bolalarniki shu xil alayliklarni ba'zi bolalar endi hammasiga emas, bir ikki bolalarga yig'inchaqnib qolgan bunday qilmishdi. Endi bular qaraydigan bo'lsak, bulardagi hamda ayrimlik ahvol nima degan vaqtida balkim bu bola o'zini ko'rsatishni xohlaydigan
odatda ota-onalarning yoki o'qituvchilarning bu bolaning o'zining nazarida boshqalar menga diqqat qilmayotidi, men boshqalarning diqqatiga toza erishmayapman degan tuyg'u bo'lishi mumkin. Balkim ota-onalar diqqat qilyotdi, lekin bolaning o'zining hissiyotida menga yetarlik bo'lmayotidi degan ahvol ostida alohida o'zini ifodalagisi kelib, mushtaq imtiyozli odamlarningki e'tirof qilishi, rag'batlantirishiga alohida ehtiyojli bo'lib ketganlik sababidanmi maxsus mushtaq ishlarni bayqab o'tirib deydigan mundaq bir xil ahvol kelib qolgan bo'lishi mumkin. Ana boya degandek bolaning xarakteridagi, odatidagi shu nacharlar yerlarni izlaydigan mundaq bir xil xarakter alohidligimi shakllanib qolganlik sababidan, yaxshini ko'ramaydigan, go'zalni bayqayamaydigan bo'lib qolganlik sababidanmi bo'lib qilishi mumkin. Shunga hamda bunda ahvolda biz ota-onalar bayim deb o'tgandek bolalarimizga masalan dars vaqtida darsning qoidasini o'rgatamiz. Bolam 40 minut dars anglaysa, ma'lum dars so'zlayotganda agar kallangda savol paydo bo'lib qolsa, sualni bir yerga yezib olgin, anadagi ma'lum darsini tugatib, savolinglar bormi degan vaqtida yoki bir mashq qilinglar deb ma'lum gapini butun so'zlaydigan mazmunni so'zlab bo'lgan vaqtida ma'lumdan so'rsang bo'ladi. Ma'lum dars so'zlayotgan vaqtida qo'lingni ko'tarib ijozatsiz mana desang bo'lmaydi deganga o'xshash narsalarni o'rgatamiz. Anadagi bolalarimizga masalan boshqalarni boshqalarga dars vaqtida bu narsalarga demak sen boshqalarning bir narsa o'ynaganini ko'rding degan gap, sen dars vaqtida diqqat qilib dars anglamayapsan. Buni ifodalisi bo'lib qoladi. Shunga bolam dars vaqtida ko'zimiz ma'lumda bo'ladi, yo daftarda bo'ladi, qalamda bo'ladi. Biz atrofdagilar qaramaymiz. Ularni ko'rgan vaqtingda darhol kitobga diqqatingni jiqqin yoki bir narsani yozsang bo'ladi, ma'lumning og'zidan chiqqanda xotirlab olgin deb biz bolalarga o'rgatamiz. Darsni qanday anglaymiz, qanday vaqtda nima desa bo'ladi, qanday vaqtda nima qilsa bo'lmaydi deganlarni bolalarga o'rgatamiz. Bu bir narsa. Hamda ikkinchi birisi bolalarga shu go'zallikni bayqaydigan, doim bolalarning nachar tarafini desak, boshqalarni yoqtirmaydigan, boshqalar oraga olmaydigan, do'st bo'lishni xohlamaydigan bo'lib qoldi. Shunga do'st bo'lishni xohlamasa, boshqalar bilan do'st bo'lishni xohlamasa, xohlayman. Undaq bo'lsa, agar men seni, "Ey, bugun sen mayishni, masalan, tozliqni shunda astoydil qilding, palonchi desam, sen xush bo'lamsa, xush bo'lma." Unda bo'lsa, meni maqtagan odamnimi, masalan, mening mushaq qilayotgan ishlarimni, pozitsiyalarimni, aktiv pozitsiyalarimni, axloqlarimni ko'rgan odamni, hamma buni bildirgan odamlarni ko'rsam, men ko'nglimdan bir xil yaqinchiligim keldi. Undan so'ng senmi shu atrofingdagi do'stlaringning hamma odamning ortiqchiligi bor. Senmi shu atrofingdagi do'stlaringning ortiqchilik yaxshi qilgan yerlarni misolni olib turib, palonchi sen qarab baqa kitobimni unutib qolibdi ekanman, sen birga ko'rayli deb oldimga tortib bergandim, men shunda xush bo'ldim. Rahmat sana deganga o'xshash, mushta minnatdorligingni bildirib tursang, xalqning yaxshi qilgan ishlarini konkret misol bilan so'zlab bersang, sen texim jiq odamlar seni yaxshi ko'rdi, senmi boshqalar bilan yaxshi o'talaysan, yaxshi o'tsan xushal bo'lamsa deganga o'xshash mushu tuyg'ularni kuchaytirib bolalarga konkret usullarni o'rgatsakmi, texim yaxshi bo'lishi mumkin. Endi liqindak e'tirof qilinish menga ko'ngil bo'lish azib qoldi. Boshqalar menga diqqat qilmayotdi degan mushu sababdan doim chiqimchilik qilayotgan bolalarga nisbatan endi ota-onalar, eng muhimi ota-onalar o'zimiz to'g'risida yana bir izlansak bo'ldi. Bolalarimizni rag'batlantirayotgandik. Bolalarimizni o'ziga bo'lgan, muqim bo'lgan, endi turaqliq, nisbatan turaqliq bo'lgan aktiv baholar bolalarimizda bormi yo'qmi? Demak, alohida ehtiyojlik sababdan qasddan bir qilmishlarni o'zi bilib bilmay ixtiyori emas chiqimchilik qilib qoldi degan gap, demak u bolalar cho'qim belgilik o'ziga nisbatan bahosi balki tuvalligini biz qarabla bilib olamiz. Unda bo'lsa bolalarimizni rag'batlantirish kambuatamdi. Bolaning amaliyatidan konkret misolni elib turib, vaqti-vaqtida bolalarni rag'batlantirib bersa, qandoqli ish asossizda voy sen baq qoltiskansa, va nijambang undaq emas. Meningcha shu konkret axloq yaxshi bo'lgan axloq fazilatlariga bizga kuyinayotganligiga, bizni o'ylayotganliklarini misol elib turib, bolalarga rag'batlantirib bersak, bolalarning o'ziga nisbatan ishonchisi bo'ladi, o'zini suyidi, anadagi muhabbatga to'q cho'ng bo'ladi, ro'yida to'q cho'ng bo'ladi. Bunday vaqtida meningcha bizda vatqayliqindek ortiq ba'zi adadini ishib ketgan, chekida ishib ketgan ba'zi nachar qilmishlar bu bolalarning oz ko'rildi deb qarayman. Boshlang'ishning dastlabki mezgillarda va yoki yasli bosqichlarda bolalarimizda normal odat chiqimchilik ko'rilsa, endi uning kelib chiqish sabablarini tahlil qildik, hal qilish yo'llarini tahlil qildik. Endi biz yana boshqa turadigan bir masala kelib chiqyotdi.
haddidan ziyoda o'g'ilvonlikni ta'kidlaydigan va yoki haddidan ziyoda sir saqlashni ta'kidlab do'stonlik sadoqatmanlikni qandaqdir hech qanday gapni ota-onaga o'qituvchi demaydigan bir turkum bolalarimiz yo'q emas. Masalan, maktabda bo'za qilinishga uchirsa, xuddi ota-onasiga yuz to'kilib ketadigandak, muallimiga desimi, sinfda qarshi elinishga erishmay qoldigandek ahvollar bo'ladi. Amaliyotda bu yig'ilib ma'lum bir bosqichga yetganda yana bir psixikalik masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri. Demak, bolalarni muvofiq yo'sinda ishchidikini deyish, hargiz cheqimchilik yetaklash emas, muvofiq yo'sinda ishchidikini deyishga yetaklashmi, to'g'ri bo'lgan psixikalik yetaklash ekan. Endi buni biz qanday qilgan amalga oshira olamiz? Mesela şu ballarımız tug'ilgan bolalarimizni masalan tug'iliblar o'sha 15% yaqin bolalar yangi muhitga moslasholmaydigan qo'rqadigaroq asta chiqib qoldi ekan bolalar tug'ma. Demak endi undaq bo'lganki bular qo'rqib qanday aloqa qilishni bilmaydigan, ishchilikni qanday deyishni bilmaydigan, amandaq tug'ilib qoldi ersiyat jihatdan hamdi. Agar mushundaq sababdan bo'lib qolsa-mu, yana bir narsa bizning tarbiya usulimizdanmi gap qilmaydigan ishchilikni demaydigan bo'lib qoldi. Endi uchinchi bir narsa nima deyapti? Yosh aloyiligiga asosan biz tuvan yilliklarda maxfiyatlik bo'lmaydi, bolalarning sir bo'lmaydi. Nima bo'lsa shuni deydi. To'liqsizlar chiqib boshlang'ich yuqori yilliklarga chiqqandan boshlab bolalarning maxfiyatlik bo'ldi. Endi maxfiyatlik saqlay oldi degan gap bu bolalarningmi psixikalik pishib yetilayotganligining yana bir namoyandasi deb qarasak bo'ldi. Endi bu demak normal taraqqiyot. Endi lekin hamma narsa chekida ishib ketsa deyishga tegishlikni muvofiq narsalarni teshig'i chiqamay buni hammani yig'ib olsa bu bola nihoyat buruqtirmachilik ichida yashab qoladi. Ana degan ba'zida kayfiyatlar yig'ilinib, pasif kayfiyatlar balki yig'ilib qolgan vaqtida kichikgina bir ishlar sababidan bu portlab chiqib, balki oqibati yomon bo'lgan, nihoyat portlash xarakterli odam cho'chitib yotadigan ishlarni qilib qilish ehtimolligi bor. Agar bunda qilmadi degan taqdirda yillarning davomlashishi bilan bu bola boshqalar bilan aloqada yaxshi aloqa qila olmaydigan, o'zini tangshiyamaydigan, mayli uningki turmushi yoki xizmati bo'lsin, belgilik ta'sirlar uchrayib qoladi. Masalan, baxt tuyg'ulariga ta'sir yetkazadi. Shu hamda biz qanday qilamiz degan vaqtida birinchidan mush bolalarga biz oila tarbiyasi jihatida biz diqqat qilamiz. Masalan, bolalarimizni kayfiyatini so'zlashga odatlantiramiz. Masalan, kayfiyatni to'nitqizimiz. Masalan, bearam bo'ldim, ko'nglim yerim bo'ldi, xijil bo'ldim, nomus qildim, pushaymon qildim, achchig'im keldi deganga o'xshash ma'voyliq kayfiyatlarni, mushaq kayfiyat so'zlar bilan bo'layotgan ichidagi tuyg'ularni mushtaq aniq bir ism qo'yib ifodalashga bolalarimizga yetakchilik qilamiz. Deb baqirib kelsa, bolam hozir achchig'im keldi-da, jili bo'psan-da deganga o'xshash biz shu ism qo'yib berib, shu vaqtdagi tuyg'usiga biz bolalarni yetakchilik qilamiz. Bu birinchi, bu kayfiyatini tunutqizimiz. Ikkinchi birsi endi mushta bo'lgan vaqtingda, bearam bo'lganda ya uvolchilik his qilgan vaqtingda yoki achchig'ing kelgan vaqtida mushundaq kayfiyatlaringni harakating bilan qilib emas, ovoz og'zimiz bilan deb ifodalaymiz. Achchig'ing kelsa mundaq narsani tepitib, yo qochlarni etitib, yo ketib qolgan narsani tep o'rvitib emas. Mening achchig'im kelyapti hozir. Mana qilgandan mening hozir achchig'im keldi deb menda so'z bilan ifodalaymiz deb buni ifodalashni o'rgatamiz. Endi undaq bo'lsa, achchig'im kelgan bo'lsa, nimish achchig'im keldi deb paranglashib boqamiz. Bu bolaning bu xil tuyg'usi nimishqa paydo bo'ldi? Sababi bu bola nimaga uchirdi, nimaga yo'liqdi deganni anglaymiz. Anglab bo'lgandan keyin mush bolaga biz o'rtaq hissiyotlashdikmi? Voy, mushlar deb mushta olib ketdingmi? Mushta kichik ishlarga yig'lab davatamsa o'g'il olma deganga o'xshash bu xil fikrlar meningcha bolaning kayfiyatiga sal qarash, buni besish yoki yo'tkash bo'lib qolchi, sal qarash bo'ladi. Bunda sal qaralgan bolalar bir qitim deb aqidi, sal qaraldi, ikki qitim deb aqidi, atansi sal qaraldi, 3-4 qitim o'tgandan keyin mening ota-onamda umid yo'q-ku. Menga bular yaxshi ko'rmaydi-ku meni degan vaqtida eng ishonchlik o'zini tug'ib beqib cho'nqiyotgan odamlari bu bolaga sal qaralgan vaqtida unda u boshqalardan albatta umid kutmaydi. Shuning bilan qanday qildi degan vaqtida ichiga yig'ib oladi. Shu hamda biz qanday qilamiz? Bolalar bilan paranglashamiz. Bolaninkini anglab boqamiz. Nimishqa bearam bo'yatdi? Nimishqa jili bo'ldi? Nimishqa yig'ildi hozir? Yig'ilmag'ina beshimni og'irtib emas. Birdam yig'ilib olsin, biz birdam tinch to'ptirayli bo'pti. Haq bo'lsin yenimizda ba'zi yuz obro'yimizda. Yig'laysa deb chimdib undaq qilib ketamiz. To'xtab tur, unda birdam yig'lab boqsin. Sal yig'lab bo'lgandan keyin yig'layotsa bolam ko'ngling yerim bo'lib qopti. Shu kayfiyatini bir tasvirlab-vassakmi, bolaning hissiyotini tushunganligimizni bola his qila oladi. Ajab yig'lab ketding bolam.
nim bo'lding, ko'ngling yerim bo'lib qoldi bir ishqa, nima ish yuz berdi deb bolaning gapini anglab boqamiz. Gapini birdan anglab, u birdan ichini bo'shatib olgandan keyin, voy ajab biroz ansam, qarab boqsam, mush so'zlashtiringdimi, shundoq bearam bo'g'ining chiqib turyotdi. Bu ish yuz beribdi deb, ha deb so'zlayotgan vaqtlarda, shundoqmi deb bolani jiqroq so'zlashga bizning nayta diqqat qo'yib, hamma ishlarimizni qo'yib qo'yib, nayta diqqat bilan anglayotganligimizni, ko'ngil bo'liyotganimizni bolaga bildiramiz ikkinchi qadamda. Uchinchi qadamda anglab bo'lgandan keyin, bu ish asli mundaq ishkan tuqda, bearam bo'lib qolsa, unda biz mundaq qilsa qandoq bo'lar? Manda o'ylasangchi, ma nuqtada o'ylab baqsangchi, yoki manda qilsangchi kelaqatim uchrab qolgan vaqtida. Bu qitim ham bu ish o'tib bo'ldi. Biz ba'zida tajribasiz bo'lib qoldik. Endi hozir sen tajribalik bo'lding, o'qib olding. Endi bu bizga nisbatan bir o'rganish bo'ldi. Buningda sen bir narsani his qilib olding. Unda biz kelaqatim uchirgan vaqtida manda qilsang qandoq bo'lar seningcha? Yoki biz sen kelaqatim uchirgan qandoq qilay deb o'ylayotsa bo'lam desak, bayliqqa oldidagi anglashlar, diqqat qilishlar, aktiv ko'ngil bo'lishlar bolaga bir xil energiya, kuch ato qilgan bo'lg'achqa, muhabbatni his qilgan bo'lg'achqa, bola o'zini ishga oshirish ehtiyoji bor dedik biz hammadanning. Bu bola mush masala ustida qanday qilish to'g'risida istikla o'ylanib bu masala hal qilish ustida izlanalaydi. Biz azroqla uning yetakchilik qilib qo'ysak, menimcha bu masala hal bo'ldi deb qaraymiz. Shunga eng muhimi bolalarga kayfiyatini chiqardiganga bir o'rin, muhit bilan ishlarimizni qo'yib sal diqqat qilib o'tirib anglab bolaga qanday qilishni o'rgatsak bo'ldi. Jiq tilib etib uni "Mo'shtinga mijiqlamsa, voyjon" deb bir munchga qilib nasihat qilib bu bolaga. Ya usulni o'rgatmadik, ya gapini anglamadik to'liq. Biza yerimini uchini anglabla, baholarni berib, markalarni chaplab etibla, bir munch markani chaplab tugidi yamiz orqadan quruq nasihatlar boshlanib ketdi. Bu bol buningda hech nima erishamaydi. Hatto buningga pasiv ta'sirlar ko'p bo'lishi mumkin. Shunga biz anglashdan boshqa yana biz bolalarga usulni qanday qilish kerakligini o'rgatamiz. Ma xato bo'lsa, anda qilsang bo'lmaydi, munda qilsang bo'lmaydi deb bola jiddiylashib qoladi. Qanday qilishim kerak deganni deb bersak, texmi aniq bo'lishi mumkin. Rahmat Jamila ma'lum. Biz bugun yeshi kichikroq bolalarimizni ko'proq ko'rilayotgan chiqimchilik masalasini cho'rdigan holda psixika bektidagi qo'limizga bilet orqali nurg'un uylarga kirib chiqdik. Bolalarimiz bilan tang o'sib yetilish jarayonida yo'liqadigan masalalarimizni hal qilish usullari bilan qo'shib so'zlab o'tdik. Demak, ahli to'xtalgan, yetilgan odamlar tubida biz uch yig'iz so'zning rolining cho'ng ekanligini bilamiz. Ya'ni men seni yaxshi ko'raman. Kechirgin. Rahmat. Mushu uch so'zni cho'rdigan hayotlikning to'limi go'zal bo'lganligiga ham chin tutimiz. Amaliyotda mush uch jumla so'zdan boshlangan tarbiya bolalarimizga balliq vaqtidan boshlab singdirilsa, balkim ular chiqimchilik yo'sinini to'g'ri usulda hal qilib, buning bir psixikalik masalaga aylanib ketishning oldini ola olishi mumkin. Chunki ularda minnatdorlik tuyg'usi uyg'otganini biz ota-onalar. Ularga apuchanlikni o'rgatadiganimi biz ota-onalar. Ularga yaxshi ko'rishni bildirdiganimi biz ota-onalarmiz. Bu nuqtada hammamizning mas'uliyatimiz naydi. Eg'ir o'rganguchilarimiz birga tirishaylik. Rahmat Jamila ma'lum bizga to'lim yaxshi yetakchilik qilib, bizning qo'limizdan tutib, bolalarimiz o'rganishga tegishlik, bolalarimiz bilan qo'shib biz o'rganishga tegishlik realiy masalalarni so'zlab berdingiz. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, psixika bekit programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Kelarki sonda nodir mazmunlar bilan o'rtoqlashqaymiz. Xayr xo'sh.